Güzel zaman. Ben tudane hemen diye de fark ediyorum yine. Hadis pir, yine hadis gira. Ha? Ketdi qara. Muhammadjon kel, Muhammad. Ur az chiqsin. Ana. Kirding aziz, kirding. Chang chiqdi bor-ku. Ko'rdingmi? Bova chista halol bo'ldi, bering. Halol. Maylimi? Bugun shunday bo'ldi, boshqa olishmasa ekan. Chop bo'lsang, vobshe ko'm olishmayman biroz dedi. Qaysini o'rtang, mana shunday qo'l ushlab ketdan men xursand bo'laman. Maylimi? Mana qalandar mana shu. Nima bo'lmadi, xafa bo'lmaydi. Ha. Bir-biriga protiv bo'lma deyapti. To'g'ri aytadi. Qara, yana shuni ishlayapti. Ko'rdingmi? O'rab oldi. Sirkilab javob ketadi. Telefonni yig'ishtirdi, qalandar. Talona qara. Seni bo'yinda katta mashina turibdi. To'g'ri aytadi. O'zi telefonni. O'zim uzmadim. To'g'ri aytadi. Bironta savol qayta chiqmaganda. Lekin bu yerda qayta talab qilyapti. Qarash kerak uni. Muhammad qarang. Qarang. Berla qolishinglar katta polvonlar. Muzaffar. Ali Boqiy pirochi. Vaqtga to'g'ri. Polvonlarda. Tez biro. Ey, ana kom bu yoqqa olib kelganda zo'r bo'lardi lekin. Qoldirib qoldi. Kerak qolyapti-da. Bittalislarga. Ha. Yetib boryapti. Nima kanalimiz? Xabardan shahar etdi, TV. Bu bilak ko'tarilmadi. O'rta qol. Katta polvonlarni gol oldi. Ajabor chiqani bo'lsin ismasa. Uchta zo'rqovun chiqib oldi birdan. Islom polvon boyka bormi? Boyka. Bir meni olib kelib qolishi. Boyka. Islom. O'sha chaqiring. Shu yerda bormi Islom? Bor. Qani? Hey, mana bu. Naqaga boyka. Boring endi muncha bo'ldi. Hozir. Naqaga biz olib boraman. Dakki. Olishtirishni Ali Boqiy bilan. Bir olish bilan. Ham ko'taring. Billa sal qoldi. Marta kirib Kim Rijabyo. Nerede bana ekta olan? Boyka. Rijabyo. Bana şeyi sor, çırpaz damadaki. Popondaki. Yıkan bası. Yekta müzikası var. Bir çapka. Shu oshnasi bilanmi Jiza? Ha, 88-chi. Qaramas bizda o'tiribmiz. Davolalar İslam'ı deb, yak çorishirga, yak qo'lib jisatdim. Xudo bilsin, Alloh akbar. Ole.
Endi nima qilsa deb Jivan qurib ketmaydi. Ursak ham olishadi. Qurib ketmaydi aytganda u. Boyir qilgan bu uchunchi. Ne ko'rding? Boyir deydi. Soq mashinasi o'tirib ketdim. Yo'g'onda oshiga olib ketdim o'tirib. Nima bo'ladi? Hojatdan nimaga chiqargan? Rahmatulloh mushakir. Ko'rdingmi? Tak tak. Ko'rdingmi? Mana tezak o'zini qanday o'ngarib oldi. Ursana. Pishakda ekanda. Riski bu yoqqa o'ngarib oldi o'zini. Bular faqat cho'chirtdilar hammasini bo'ldi. Cho'chir. Hikmatullohni shunga qo'yish kerak. Cho'chirtaladi. O'rtoqlar, mana Ahmad Hojining o'g'li Shirinbek mana shu inson. Mana shu to'yning hamma tashriqlari otasi ekan, mana shu bugun yana mana 1000 somon pul olibdi. Parvardigor mana shu jiyanimizga ila tinchlik, omonlik, farzandlarni kamolini ko'rsin. Amin. Allohu akbar. Yana shunday to'ylar qilsin. Kastirxon, kastirxon. To'y qanday bo'lyapti? Dev, tezku dev. Biz bu to'y tugadik. Zohid polvonning nomida bitta ot turibdi. Kim kelsa kelsin, yana qo'yaman ustiga. Shuni o'zimiz siyg'anni o'tiraman. Qasi boradi asi doktor. Nima dedi? O'zingiz qanday so'raman, o'zim bilmay qo'yaman deydi. Kimga rahmat kelganda billar. Ali vaqt turibdi mana. Ustida 500 so'm pul bor. Kim kelsa kelsin yana qo'yaman. Dardobi doktor Dushasin bacho. Harimizda bu kalam ekan mana. Yo'q, farqodan. Ulasdim. Doktor qilmoqda. Men baxtmanlar chiqarsa jon chiqib ketdi qanday. Bilmay qoldim. Priyomga kelmayapti-da, priyomga. Nima uchun jig'ilmayapti? Jang ham jig'ilmay, yana jig'ilsam pis bo'ladi. Bu uni aylanib olish turibdi-ku, qizib turibdi-da bular. Shuning uchun yaxlamayapti oyog'i. Qiyloqlar kayf ko'ryapti. Qaylog'ini sen nima deding? U hali bir olishgan jo'q. Uni shirigini qilmaydi, kelishib chiqdi. Olmaydi bo'lgan. Ular spokojno bir-biriga ushlatadi. Qara, spokojno ushlatadi. Voy billa. Ko'rdingmi? Mashallah to'y qanday bo'lyapti olish? Yaxshi bo'lyapti-a? To'xtatmasangiz tezroq muzlab ular. Bunday olish qanday deb bo'ladi-da u? Sog'lom ham normalmi? Bugun ob-havoni qarang, pogoda deydi. Chiqib zo'rshi. Yaqin borish ne? Bor ne?
bitta joy ham qanday deding? Bana yıkanmaz çıkamaz 50 sana pul beryapti. Parvardigar shu qavmga yiga tinchlik amali xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Hocamlar doğru kelmayapti. Bugun birontadan urilmadi. Yalmar toji 50 so'm pul beryapti. Parvardigar yiga tinchlik amonlik xotirjamlik navarlari kamolini ko'rib bersin. Allohu akbar. Tez tezku. Ancha o'tag'atga. Ya. Nima qaytib kelding? Tez promoda muzika chala. Aha. Polka! Polkaga bitta muzika bo'lsin. Mulla Bakır bunu kışladı. Holon! Tika, nima bo'ldi? Allohu akbar, mana. Mana hojindalarni o'g'li. Yusimoq Parvardigar yigitni kattarib tojik. Ishoma to'tang. To'ta, bir. Zokirda. Ha, narxi ham musulmon. Ovozni chiqarib diyor qanaqa. Ket, tamom. Lo baqvat ekan u. Bu juda bormikin qasam aylayotgan. Şu Yangavat'tan ama. Yangavat'tan. ko'rdingmi qanday ular bordilar? Ha. Bular yikoyam soldat. Biroz tugatgan deng. O'sha qan soldatning. Kilo tugat keldimisin? Karam kuchli beradi. Qisqalar to'laydi nega? Hojakbar. Kedaqa. Nima bacha? Maydagina halolcha bo'ldi. Ko'rdingmi? Hal qoldi-yu. Priyomi ko'p-da, buni priyomi ko'p. Hojaklar priyomi kam ekan. Biz to'g'ri qilganman. Hojaklarning priyomi bor-ku, o'lchamas ekanda. Buni priyomi ko'p. Lekin bunda kuch ko'p ekan bo'ldi. Aka, neytral o'rndan o'qib qo'ydim. Nima uchun Yangiobodda qo'ymading?
Chista qarasin. To'ppa to'g'ri ekan. Palvonning o'zi ham ochar bo'ldi, umarsa agar kelsa. O'zim ham boqaman. Ular bilasizmi? Polvonni ukasi bular u. Buni qilmasam ketsin. O'rtoqlar, mana Hosilbek mana shu Ahmad hojining ikkinchi o'g'illari 500 so'm pul qilyapti. Parvardigor mana shu jiyanimizga farzandlari katta bo'lib, mana shunday to'ylar bersin. Kelajakda shu davlatimiz Tojikistonga xizmat qiladigan yigitlar bo'lib, uylarni tinchlik, omonlik, xotirjamlik, salomonlik qilsin. Allohu akbar. Ha, 500 so'm, rahmat. Hojakbar. Endi kim chaqirdi daqki? Hojakbar Qabojon. Zavod chiqib. Jamon ekan u. O tez ekan-da u. Aziz jamon ekan. Azizmi ota? Aziz. Aziz. Sabah halang musulmonsin. U muslim urgatgan-da, muslim polvonini. Qo'lim bir-birini kuchini bilaman. Bu tushga bormaydi. Ushladi. Bo'lmaydi. Mana tovoq qochsa ekan o'qdan. Hal hareket. Bitta maestro bo'lsa jalaka odamlar sovqatib qoldi. Bir ko'rishda atayin sizni. Nimaga kelyapti? To'g'risi shonim. Hushyor shartdi. Dabolarni panjasi. Biz yana davom etadi mana. Qara hozir o'raydi hozir, qara. Ana yerdan ushladi-ku, o'raydi hozir, qara. Kirib ketmasa cho'lani jotib olyapti. Yo'q, bunaris. Samandar shartiz. Tolib Yangabod. Dabolarni saf tomon. Bo'ldi, Alloh akbar. Kim? Feruz Somoni. Bunaqa olishyapti. Qaysi saf tomon xudo qildi, Alloh akbar. No, bol javob berdi.
Qo'shni qishloqlardan Usta Murodullo 50 so'm pul beradi. Parvardigor shu ikomizga tinchlik omon bo'lsin. Alloh akbar. Mana Allohnazor bo'y qishlog'imizdan 50 so'm pul beryapti. Parvardigor bu tinchlik omon bo'lsin. Alloh akbar. Mana Hoji bobo katta bo'xcha qutdi, ichida 200 so'm narsasi bor. Parvardigor shu Hoji boboga nevaralari kamolni ko'rib yurishlik nasib qilsin. Amin. Alloh akbar. Mana Xudoy hoji 50 so'm pul berib Parvardigor akamizga tinchlik omon bo'lsin. Allohu akbar. Unda Safar qarang, 20 qo'shni ajratib yuboring. Safar bobo. Bu hoji xayli omonlikdan. O'tgan yilgi yana bir to'y yana 100 so'm beryapti. Ilohi, haqiqatdan yangi bo'lishi mumkin shu odam to'yini ko'ramiz. Xudo shu kunga yetkazsin hammamiz amin. Allohu akbar. Mana Qodir tomon 20 so'm pul beryapti. Parvardigor shu kamizga tinchlik omonlik farzandlar kamol ko'ryapsiz. Allohu akbar. Ma. Jurjuna qay. Bu yangi Allohdan keldi. Mana Vali agachi 50 pul beryapti. Parvardigor shu kamizga tinchlik omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mana bu kamon siz Rustam O'zbekistondan 100 so'm pul beryapti. Bu holga oshna bo'lamizmi? Uyda tinchlik omonlik bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat. Buni bosmanga yana bo'ylab o'tdi. 50 so'm oshna akamiz men deyapti. Parvardigor akamizga tinchlik omonlik bo'lsin. Allohu akbar. Mana omoni muhtamoji 1000 rubl ber. Ay peşe halı kırın, iltimos. Bir anonsi. Sardarbek. Ozodbek qamoqdan dabolarni sotsin. Allohu akbar. Javob. Bebzor Yangobod. Sardar nelovchizga baxtavor. Dabolarni sotsin. Xudo qo'ldi. Allohu akbar. Sardar Xudoy. Ozod yana kim deyapti? Chinashdi. ya bittasini urdi-ku. Ha? Dabolardi. Yakka chorgusma Xudo qo'ldi. Allohu akbar. Mayda bacha, bisyor shu-da. Bacha. Ma. Kim? Shu qo'y. Kim? Yo'q, otni. Azbek Sardor Panjasi. Allohu akbar. Mana boy 50 so'm pul beryapti. Qishlog'imizning eng ko'zga ko'rinadigan odamlardan hojilardan biri. Parvardigor shu hoji akamiz ham farzandlarining kamolini ko'rib berishni nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. Mana shu hoji vatandan Almatdan oshnamiz buni vatandan 250 so'm 100 so'm pul beryapti. Parvardigor nomidan. Mana bo'xcha bizni amman nomidan. Uyimizda tinchlik omonlik farzandlarning kamolini ko'rib bering. Amin. Allohu akbar. Kim? Mana jiyan Jamshid jiyan 50 so'm bilan bitta bo'xcha beryapti. Parvardigor shu emas jiyaniga uyga tinchlik omonlik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mana og'ir palvonning otasi mana shu odam. Mana 50 so'm pul beryapti. Ilosh palvonning yelkasi yer ko'rmasin, uyingizda tinchlik omonlik bo'lsin. Allohu akbar. Mana bizim böyle faqat buni 50 so'm beryapti. Shu uyga tinchlik omonlik xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Mana. Bitta tavob beringda. Kim bo'ylab tinchim mana uzoqlayman. Mardum Kushkini. Tomoshabin kam oladigan shu xotinlar bor. Pahlavon bisalamagan. Pahlavon az tamoni go'shtli qalay Tojikiston. Hamshira kishlar bilan O'zbekiston oladigan. Tabaq bo'lmab. Kim? Yoz.
Noming boy? Endi bir ay. Ramziddin? Bir og'iz. Siya Ramziddinmi? Dva Ramzi? Ne kadar bıraş gerek edi ha? 2 Ramziddin aka. 20 so'm Alloh akbar, bravo. Haydabachi oxirisi shu. Kim? Abdurrauf Humoyun 20 so'm Alloh akbar jina. Mulla Qosim, haydavachini javob bering, tamam. Gel gel. Sal qoldi. Abduldan ko'tarib Ozod unga qaraganda sal baquvvat ekan. Nima? Yaxshilikni sho'g'in katta. Ya. Bitta oyog'i. Oyog'i tugadi. Ana. Yo'q yo'q. Dikkat yugurdi. O'ldirdi. Dikkat yugurdi. Belidan Ozod seni lekin yomon Seni qildi. ko'chtundan ishaman.